Xudo xolasa mana obunachilarimizga bitta zo'r mashina olib keldik. Ketmaganiga probeglari ham ancha yaxshi. Mashinaning narxi ham yumshoq, xudo xolasa yana ozgina kelishtirib beramiz. O'zi egalari shohroq mashina menga 39 mingga tushgan. Shuning uchun endi insof bilan chiroyli narx qo'yib bering dedilar. Xudo xolasa podpischiklar ham baraka topsin, sotib ketayotgan aka ham baraka topsinlar. Sababi boshqa mashinaga almashtirishyapti bizda. Xo'p. Jetour X70 Plus full avtomobili, eng fulli, 3-pozitsiyasi. Bunaqa 1.5 emas, bunaqa 1.5 komplektatsiyasi emas. Mana shu ikkalasi ham 1.5, bu esa eng full komplektatsiyasi, 3-pozitsiyasi. Xudo xolasa. Mana sotildi yonidagi. O'shandan ozgina 2-3 ming probeg ko'pligini xudo xolasa arzonroq narxga qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz 70 plus full. Oldi taraflarda farlari xuddi Tesla'ningga o'xshab o'ynaydi. Hozir ko'rsatib beramiz video davomida. Parktronik datchiklari bo'ladi oldi taraflarida. Mana parktronik datchiklari bor, ya'ni oldida yurayotganingizda harakatlanayotgan paytingizda ancha sizlarga qulay bo'ladi. Mashinamiz kraskalari top-toza, xudo xolasa hech qanaqa absolyutni ishi yo'q. Men o'zim haydab ko'rib, tekshirib oldik. Hozir bir qanaqasi yo'q. Zavod holatda mashina, ishiga ozgina nakkalar taqib qo'yishgan. Akkuratni haydalgan mashina. Bemalol kelib yana ko'rib, tekshirib o'zingizlar ustinglar bilan kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa hali birorta mashinamiz uyaltirib qo'ymadi. Bu ham xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Bitta mana shu joyda ozgina ko'chgan joy bor edi, ozgina qora anaqada tekqizib olish kerak. Kraskasi top-toza. Motori 1.6 turbina, rasxodi 8 litrdan 10 litr atrofigacha rasxod qiladi mashinamiz. Sidenlari isitadi, sovutadi, muzikalniy ritmga o'ynaydi. 3 zonli klimat kontrol bo'ladi. 3-qatorlarda ham mashinamizda klimat kontrollari bor. Anchagina yaxshi, misol uchun Navrotiga, ya'ni puliga stoyt variant. Yana yetmaganiga bu avtomobilda puliga stoyt. O'tgan o'sida ichlarida unaqa qilib qo'yib akkuratni haydashgan mashinani. Xolasa yaxshilar bo'lsa, holatlari, orqalari ham, mana bagajlari ham, zazurlari, anaqalari hech qanaqa bir kraskasi ko'rmadik biz. O'zimiz ham tekshirib olganmiz. Bagajlarda mana xolasa hozir mashinani mo'ykadan olib chiqishdi, sababi ozgina bizda Sergelida chang ko'p. Mana ham kecha yuvilgan mashinamiz ham hozir ozgina ustlari chang bo'lib qopti. Top-toza, ichlari ham yaxshi, holati zo'r. Unaqa bir xarajat bob mashina emas. Shuni olasizlar, haydaysizlar. Ma'lumotga o'tamiz. Probegi 27900 km yurgan, 28000 ga yaqin probegi. Kraskasi top-toza, rangi qop-qora, fulli 2023. Texpasportida ham 23. O'sha yaqinda olishgan. O'sha eng qimmat topga chiqqan paytidagi narx-navosi. Mashinamizning egalari narxini 25 ming qo'yib bering dedilar. Aka, ketmaydi 25 mingga. Undan keyin yumshoqroq qilib bering, sotaylik, klientdan baraka topsin, siz ham ishingiz bitsin dedim. Mayli, unda 22,5 qo'yib bering deb aytdilar. Men 22,5 ga to'g'rilasa bo'ladi, yana ozgina o'tib berasiz, bari sunnatiga dedilar. Xudo xolasa o'tib beradilar. Mashinani internetga qo'yishimizdan oldin 21,5 ming ham qilishdi, bermadilar. Egalar ozgina qattimlik qildilar. Xudo xolasa yana ozgina o'tib bersa, chiroyli qilib berishadi. Sizlar ham ishingiz bitsin. Men ham o'rtadagi odamman, xudo xolasa ishingiz bitsin, naqasi maza haydab yuringlar. Shu paytgacha mendan mashina olganlar bir nolib, brak mashina sotmagan, shaysilarga to'g'risi bu ham shunaqa uyaltirib qo'ymaydigan degan umiddamiz. Panoramasi bor, plus hamma navrotlari tayyor bo'lgan holatdagi mashinamiz narxini 22,5 ming belgiladik. 95 kodi bilan 399 to'rtta birga qilsanglar, o'sha minarmon odamlar bo'lsa, maza qilib olib haydab ko'rsanglar bo'ladi. To'g'risi yaxshi, ertaga sotaman siz ham, haydab turib sotsangiz ham 20 minglarga bemalol 19,5 ming 20 minglarga sotsangiz bo'ladigan mashina. Uncha katta zarar qilmaysiz, maza qilib haydaganingiz yoningizga qoladi. Hamma narsa ishlaydi mashinani, elektronikasida, beskilchoy, dostуп, xullas, jamiki multimedia hamma narsa ishlaydi. Endi bitta muzikalniy ritmini ko'rsatamiz. Endi kunduz kuni unaqa yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin xudo xolasa mashina rus tilidaligini ham aytib o'tamiz. Mashina rus tilida. Hozir kechqurun, lekin ancha yaxshi yoqdik. Kechqurun ancha chiroyli bo'ladi. Svetoforlar turganingizda bitta yoqib qo'ysangiz, ana okalar maza qiladi. Ana farlar o'ynashni qaraydi. Oldi ham, orqasi ham zo'r o'ynaydi. Hozir kunduz kuni unaqa bilinmasligi mumkin, lekin kechqurun zo'r. Bitta Andijon polka qilib qo'ysanglar, vahsha chiroyli o'ynaydi mashina. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Endi kunduz kuni unaqa zo'r bilinmasligi mumkin, lekin kechqurun haqiqatdan mashina muzikaga o'ynaydi. Orqalari ham shunaqa funksiyalar bor. Orqalarida ham farlari yonib, polniy mana yonib o'chyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Har bitta detal alohida ishlab beradi. Mana yonlari ham, boshqa joylari ham. Har bitta palasasi bittadan o'ynaysiz. Xullas, interesli mashina. Bagaj pulit yoningizda bo'lsa, misol uchun mashinani quflab qo'ysanglar, misol uchun mana pulit quflab qo'ydinglar. Mashina pulti yoningizda bo'lsa,
Yoninglarda bo'lsa, mana bu yerdan bundoq qilsanglar, bagajni ham ochib beradi. Ko'rdinglar mana? Bagajni ham ochib beradi. Mana bu yerda bosib tursak, o'zi aslida yopadi ham. Bosib turaman. Bagajlarni ham bemalol ochib oldi, polni. Yopib ozgina endi suvga ahamiyat beringsizlar, sababi mashinamiz endi mo'ykadan chiqdi. Xullas bemalol murojaat qilinglar. Yana qanaqadir mashinanglar bo'lib qolsa, mashinalarni ham sotib olamiz. Sotish kerak bo'lsa, sotishga ham yordam qilamiz. Xudo xolasa trading xizmatimiz faoliyat yurityapti. O'rniga xohlasanglar yangi mashinaga almashtirib ketsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga, ya'ni 95 kodi bilan 399 4 ga qilsanglar, mana nomerim. Mashinalarni sotish kerak bo'lsa ham yordam qilamiz. Videoga like bosib qo'ysalar, sababi sizlarning laykinglar bizning videomizni ko'proq odam ko'rishini ta'minlaydi hamda bu bizga qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.